Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari. Bugun 2026-yil 8-may hafta kuniga juma. Anorimizni holati, hozir bugungi holati yomon emas, gullari yaxshi. Onalik gullari ko'p. Xudo xolasa, onalik gullari juda ko'p. Erkak gullari ham bor. Mana bu yerda mana onalik gulini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda yana bitta ikkita onalik gul. Bitta mana shu demak novdada ikkita meva bor. Yetadi mana shu bizga. Mana bu yerda ham bor mana. Mana bu yerda ham. Mana bu gulga e'tibor bering. Mana shu gulga e'tibor bering. Mana. Onalik gul bu ham. Mana bu gulga e'tibor beramiz mana. E'tibor bering. Erkak gul. Mana bu yerda yana mana. Erkak gul. Mana bunga e'tibor beramiz. Endi mana shunga e'tibor beraylik mana. Mana o'ng tomondagi gul onalik gul. Mana bu chap tomondagi gul esa bu oraliq gul hisoblanadi. Bu oraliq gul odatda ko'p hollarda tushib ketadi. Lekin ba'zan meva ham qiladi. Mana shu gul meva qilishi ham mumkin. Mana onalik gulni oldida turibdi. O'ngda onalik gul, chapda oraliq gul. E'tibor bering. Endi mana bu mana. Mana bu. Erkak gul mana. Erkak gul. Mana shuga e'tibor berish kerak. Onalik gul bu hosil garovi hisoblanadi. Onalik gul ko'p bo'lsa, hosil ko'p bo'ladi. Onalik gulni ko'paytirishning sharti, eng asosiy sharti, o'tgan safar ham aytib o'tdim, anor pishishiga oziqlantirish. Ya'ni anorni uzib bo'ldik, sirazi oziqlantiramiz. Bo'ldi, boshqa gap so'z yo'q. Suv qo'yib, dorisini beramiz, kaliy fosforni beramiz, go'ngini solamiz. Handagini qilamiz. Hamma narsani solamiz ichiga. Ana shunda mana bu o'ng tomondagi onalik gullar ko'p bo'ladi. Onalik gulni yana ko'paytirishning yo'li tuproqda kaliy va fosforni ko'paytirish, azotni esa kamaytirish hisobiga bo'ladi. Va uchinchisi esa mana bu oraliq mana anorda oralariga e'tibor bering. Orasidan havo o'tadigan bo'lib turibdi. Ko'ryapsizmi mana? Havo yuradigan. Chunki bu yozgi abreska bo'lgan. Yozgi kesish bo'lgan. Yozgi kesish bo'lsa, onalik gul ko'p bo'ladi. Agar yozgi kesish kam bo'lsa esa, hatto erkak gul ham kamayib ketadi mana. Mana bu yosh novdaga e'tibor bering, buyilgan novdaga e'tibor bering. Mana shu novdalar ham mana bu yerda chiqqan. Olib tashlaganmiz mana bu yerda bitta qolyapti va orada mana 20 santimetrda yana bitta qolyapti. Bu yildan keyin bu ikkala novda meva qilib beradi. Buni ham orasini mana bu oralarini kamaytirish kerak. Mana bu oralaridan chiqqan novdalarni kamaytirish kerak. Endi biz asosan gul haqida gapirayotgandik. Oraliq gul qanday gul? Oraliq gul shunday gulki, qachon anor stressga ko'p tushsa, misol uchun kamsuvlikdan tushadi, sersuvlikdan stressga tushadi, insektitsid, fungisid, akratsidlarni me'yordan ortiq, dozadan ortiq sepish natijasida stressga tushadi. Mana bunday stresslarga tushgan vaqtda mana bunday oraliq gul ko'payadi. Buni haliga biz xalq tilida xunosa gul ham deymiz. Agar erkak guli ko'payib ketadigan bo'lsa, o'suv kuchayib ketadi. Bu yildan keyingi hosil ham kam bo'ladi. Ana shuning uchun sizda erkak gul ko'payib ketdimi? Yozgi abreskaga, yozgi kesishga alohida e'tibor berilmasa bo'lmaydi. Anorni qattiq boqing, ayamay boqing. Anor ildiz sistemasi juda ajoyib va zo'r tuzilgan bo'lib,
juda ko'p organik oziqalarni osonlikcha ko'tarib beradi. Shuning uchun tagiga go'ng solish, qo'y go'ngi, mol go'ngi solish juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Salomat bo'ling.